Babur dese hem adam yaman tüzülen qaraydıgan, onu bir vatan haini, vatan satkın dep qaraydıgan bir şekillen. Bu adam bütün evladıga bir qardağını qaldırıp qap ketdi. Uyg'urlar uçurib qalsına, çirayiga tükürüp qap məşgilek. Öylerge berip yoklap, alaqal qıtırdıgan adamlarmı barmış hem? Bazı insanların qandaqdı öylerge berip kevatqanlığı mı qolumuzga kelgen. Biz cem uxlap yatqan bola vaqtda biz uxlap yatmaydı. Diqqətinizdə Şvetsiyadakı Xitoy elçixanasına çetilgan casusluq delosi haqida ishlangan ko'p qismliq hujjatlik radio programmasi. Putlandın anglawatsizlar. Növətdə mazkur programmaning casusning nasabi va oila tarixi nomli 13-ci qismi huzuringizda. Şvetsiya hökuməti 2009 yılı 6 ayının 4 günü Xitoy elçixanası üçün şpiyonluq qılğan 62 yaşlıq Uyğur casusni qo'lga olgandan keyin muhaciratdagi Uyğur cemaati hayronlik, cho'chish va andishi ilkida savollar qaynamaga cho'mildi. Odatda qora ko'zoynak taqib kishilarga yo'chun ta'sirot berib kelgan jasus zoti kim? Uyg'urchani buzib so'zlaydigan kamsiz İctimai münasibətdə ancha ko'p ko'rinmaydigan bu kishi qandoq qilib shuncha zo'r jasusluq delosiga chetilib qoldi? Uning ota-onasi va oila nasabi qaysi jamoatga tutishidi? Babur tutulup casusluk qaltığı kelgenge kadar rastın desem ben Babur'unki xotenlik ekanligidan xotende şehir başçısı olganlığı degandek bir miş gapni buningdan anglagan bolsammi, uningki tafsili kelib chiqishi, kimligi, qaysi jamiyatga, qaysi nimaga tava ekanligi to'g'riliq meningki ma'lumotim yo'q. Abdullah Kökyar Şvetsiya Uyghur Ma'rif uyushmasining sobiq raisi bu haqda aslama qilib jasus tutilgan ayni chog'dagi xiyollari va hissiyotini mundoq ifodalaydi. Bu odam tutulup jasusluq qalpığı mingandan keyin shu uchur vositalarda bu odamninki onasininki Xitoy, dadasininki Uyg'ur, shalg'ut ekanligidan iborat. Anandagi xotanda emas, Lanjuda tug'ilganligi qatorliq tafsili uchurlarni shu Shvetsiyada yashayotgan kona pishqadamlar uchur vositalarga ismi qo'yilib qo'ygan dashkarladi buni. Babur özünü bu tanıştığın vaxtıda endi özü Xitay tug'ilgan, Lanjuda tug'ilgan deb tanıştı özünü. Şvetsiyadagi pishqadam Uyg'ur tashkilotchilaridan Farruq Sodiq afandimi 1990-yillarning oxirlarida Babur Maqsud bilan tunji qatim ko'rishgan vaqtdagi ta'sirotini mundoq bayon qiladi. Biz o'yladik endi bu Xitoy tilida asosan gap qilgandan keyin Uyg'ur tilining ustida yaxshi bilmadi. Ancha-muncha gap qilyapti Uyg'urcha. Biz o'yladik-da endi Lanjuda tug'ilgan sababidan endi buniki tili kichik vaqtidan aşağıda Lanjuda maktablarda o'qib, Tayvan maktablarida. Şu sebepten endi buniki tili aşağı bilan bog'liq deb o'yladik biz endi. Anasining Xitoydaga to'g'riliq bizga e'timod. Halbuki ayni yillari Babur Maqsudning ota-onasi bilan yaqin munosabatda bo'lgan, hozir muhojiratda yashayotgan bir qism hayot shohidlar uning oila tarixi haqida munolarni eskartdi. Bu Maqsudnikam mendan 10-15 yosh cho'ng o'tdi zamonasida. Bu odamlar kimning davridimi? Ya undan bir oz ilgariroqmi, keyinroqmi bular Lanjuga kelib to'plangan savdogarlarimiz. Lanjuda 100 oila Uyg'ur bor ekan. Mening ko'ginim 46-yillari. Ahmad Efendilar bilan Nanjingga o'zi qo'mim daxiliga ketib qolgan vaqtimda Lanjuga tushdik-ku. Shular o'zi ashadagi Uyg'urlar, Sharqiy Turkistonliklar jamiyati bizni qarshi elib bir mehmondorchilik berdi. Maqsudnikam bor. Bular 5-6si bir bo'lib Lanjuda Altay şirkati, Altay Alsat şirkati qurgan bular. Tijoratchi odamlar. Sharqiy Turkistondan o'zi quruq meva akilib sotadigan, ham o'zi xotinning shoyi foylarini, atlaslarini sotadi ekan kunida.
Hozir Amerikada yashayotgan Adhamjon apandi buningdan 5 yil burun radiomizga bergan bu vaqtdagi aslimsida monolarni ilgari surdi. Maqsani kam Pan-Türkis. Taza Sharqiy Turkistonning da'vosini o'zi qiladigan odamlarning birisi men shundoq deb bilmayman. Milliyatchi odam edi Maqsani kam o'zi. Balları qanday yetishdi men uni bilmayman. Bular 10 bala, bir 2-3 kız 10 bala. Biz sadece bularınki anası dadısı bilen keliş berişimiz neme. Ular küçük okuyatkan bala onun usiga ular ortada Uygurca bilmeydi. Bu 10 bala olanki bularının benim köygünüm kaysı bilmez. Sadece çok hapsini bilme. Bulardaki Ceko, Kurşat, Babır, Azat, yani neme adı bir sürü balaları var. Babır'ın benim köyde vaxtlarımda Babır ortaokulda okuyatamdı, küçük mektepini tam bilemeyme. Ama dadısı, anısı bilen benim tağıllarımda bütün Uygurlar gelip verişimiz var. O vaxtda bu da Xotengi ketdi, dadısı ballarım hem de Xitaylaşıp ketmesin dep, bu da 68-69 yıl ketdi. Hazır Türkiye'de yaşayotgan, ama 1960 yıllarda Babur Maqsudning ota-onalari bilan Kenjinda yaqin munosabatda bo'lgan Shamshinur xonimmi buningdan 5 yil burungi aslimsida munolarni ta'kidlaydi. Dadısı atağılık bir burun bay soğudigen Maqsudan bek isidadamdi. Bu adam ko'qanchaq adamda 56 yıl birinci kadın kumsayın degan gap chiqqanda bütün varlıqını hukumatga beriblar. Nemelik hukumatdan maaşlarni yashaydi. Yugash bir adamda anısını shundaqdi. Xotinchisi qaytganda bir-birining qo'lini tutib kelib, u buni ketib mehmon bo'lib tomoq yeb ketadi, biz borardik. O vaqtda bu bolalar kichik bolalar. Hayat şahitlar yana Babur Maqsudning ota-onasi va oila nasabi haqida o'z aslimalari bilan mundaq guvohlik berdi. Babırni bilmey, men Tenjinda ko'rgan. Tenjinda tug'ilgan, Tungan xotini optikan Maqsani kam, Alloh rahmat. Men ko'rgan vaqtda Babırning 4-5 yoshlari, vaqtlari ya 6 shunchalik. Maqsani kam xotinlik Uyg'ur. Babırning ana Tungan ismi Amina bo'ladi. Apsının dadısı Taşkalı, Uygur. Anısı Tungan, Lenco Tunganlarıdır. Hozir Kanadada yashayotgan Nur Muhammad apandimi o'zining ayni yillari Kenjinda Babur Maqsudning inisi Azat bilan do'st bo'lib o'tganligini, bu oilaning keyincha vatanga qaytib ketganligini eslaydi. Inisi batı Azat deb, Azat bilan biz tantush, biz Xo'shitchida bularni arliqimiz sizli 13 kilometr kelarmiki. O vaqt bizlar kichik ekanda shu. Cho'nglar arlishirgan. Dadam hamda xotinlik bo'lgan ekan, da Maqsuddan bilan ancha-muncha bir arlishib berib kelib bunda tutgan. Washingtondan so'zlayapmiz. Programmani Qutlan hozirladi. Ko'p qismliq mazkur hujjatlik radio programmasining 14-qismi davomli huzuringlarda bo'ladi.